Assalomu alaykum. Bugun sizlarga Uzum bankdan 40 ming so'm bonus olishni o'rgataman. Hozir YouTube'ga kiramiz. YouTube'da masalan men hozir qarab ko'rsataman. Sizlarda shu videoni ustidan bossangiz, meni profilimda silka bor. Men o'zimning profilimga kirib ko'rsatmoqchiman. Profilga kirsangiz, ana silkani ustidan bossangiz to'g'ri Play Marketga kirgizadi. Uzum bankni shu yerdan yuklab olasiz va karta ochganingiz uchun 40 ming so'm bonus beriladi. Men hozir ko'rsataman, menga berilgan. Men ikkita karta ochganim uchun 80 ming so'm bonus berilgan. Sizlar ham ko'rsatganimdek silka ustidan bosib Uzum bankni yuklab ro'yxatdan o'tib karta ochsangiz 40 ming so'm bonus olasiz. Ikkita karta ochasizmi, 10 ta karta ochsangiz 400 ming so'm bonus olasiz. Videomiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like va podpiska esdan chiqmasin. Hammaga rahmat.